Hozirgi paytda har xil освежитель yokida aroma diffuzorlardan foydalanmay qo'yganman, chunki mana shunaqangi aromatizirованный svechalarda ishlataman. Har xil nafas yo'llaridagi kasalliklarda chaqirmaydi va uyingizni chiroyli estetik bezatib turadi. Mani uyimda shunaqa qiyshiqlanib qolgan shamim bor edi, отдушка oldim. Sham uchun idish va eritish uchun idish kerak bo'ladi. Водяной banyada qilasizlar qizlar. Erigandan keyin отдушкani solasiz va idishlariga mana shunaqa tekis qilib fitillarini to'g'irlab, mana qarasangiz sham tayyor. Har doim buni yoqqanda shunaqangi shirin hidlar kelib turadi. Men mangoli qildim. Подробный qilib описаниеda retseptini qoldirib ketaman shamda tayyorlashni. O'zim yana bir foydalanadigan layfhakdan bu konditsionerni bitta idishga qo'yasiz, paxta yoki vatn diskda polni bo'ktirib, men pergament qog'ozga baylab qo'ydim. Keyin shkafimga osib qo'yaman. Xushbo'y hidlar kelib turadi shkaflaringda har bir ochganlaringda yokida mana shunaqangi sharikcha hosil qilib, uni ham konditsionerga bo'ktirib, har xil xonalarga yoki g'aladonlarga, shkaflarga, tortmalarga qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. U ham aromatizator sifatida sizlarni xonalaringdan shirin hidlar kelishini kafolatlaydi. Kirlarimni rangini, yorqinligini va hidini men Morning Flora konditsionerlariga topshiraman, chunki bu Koreya mahsuloti, premium sifat, super konsentrant va 70 sirkaga yetadi va kiyimlarni, matolarini asraydi.